Yorug'ligi zo'r. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas ekan. Tumankani qo'shganda mana yorug'lik. Mana. Hop, assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi LED lampani hozir tekib qo'yib boryapmiz. San'atda E20 mashinasiga Blижний bilan tumanli hozir qo'shib jo'natib boryapmiz okaga. LEDimiz 120 ming LM'lik 150 vatt kuchlanishda yonadi. Orqa sovutgich kullerlari ham bor, ya'ni ventilyatori. O'zida chipi ham bo'ladi, adapteri. Любой mashinaga o'rnatsa kod bermaydigan hisoblanadi bu. Faralarda ozgina xiralik bor ekan. Hozir okaga aytdi, o'zlari qo'yib, faralarda o'zgarish bo'lsa yoqsa video qilib jo'natib yuboradi, shu video orqasiga ulaveramiz. Eng asosiysi narxi 39 ming won. Mana shu jupi. Follow bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum aka. Aka, LED lampalar keldi, rahmat. Zo'r ekan, mana qo'yib hozir testdan o'tkazyapman. Yorug'ligi zo'r. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas ekan. Hozir men tumankani ham qo'shib ko'rsataman. Yorug'likka gap yo'q. Mana tumankani qo'shganda mana yorug'lik. Mana. Mana Blижнийga qo'ygan. Rosa tiniq bo'lyapti, zo'r ko'rsatyapti aka, rahmat.